Tadbirkor bu oddiy soha vakili emas, u yurtni rivojlanishiga ko'makchi, xalqni farovon yashashi uchun imkoniyat yaratuvchidir. Muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan har yili 20-avgust tadbirkorlar kuni sifatida alohida e'tirof etib kelinadi. Shu sana munosabat bilan joylarda uchrashuvlar, ochiq muloqotlar o'tkazib kelinadi. Vohalik ishbilarmonlar bilan tashkil etilgan bu galgi tadbir ham ko'plab muammolarga yechim bo'la oldi. Bojxona qo'mitasi rahbariyati boshchiligida Qashqadaryo viloyatida tadbirkorlar bilan ochiq muloqot tashkil qilindi. Ushbu ochiq muloqot tashkil qilishdan maqsad respublika miqyosida barcha hududlarda ushbu formatdagi uchrashuvlar o'tkazib borilyapti. Sababi har yili an'anaga aylanib qolgan davlat rahbarimizni o'sha 20-avgustdagi tadbirkorlar bilan ochiq muloqotlariga tayyorgarlik, o'sha tadbirkorlarimizni faoliyatida yuzaga kelayotgan muammolar, masalalar va sohani takomillashtirish bo'yicha takliflari shu uchrashuvda tizimli masalalarni hal etishga qaratilgan bu uchrashuvlarimiz umuman olganda respublika miqyosida o'sha 300 dan ortiq masalalar ko'tarildi. Ulardan shu bojxona qo'mitasiga tegishli, boshqa vazirlik idoralarga tegishli masalalarni o'rganib, aksariyati shu joyida hal etildi. O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasi raisi o'rinbosari Qashqadaryoga tashrif buyurdi. Tizimga oid savollar bilan biznes vakillari ularga yuzlanishdi. Eng yaxshi bojxona hududida qayta ishlovchi nominatsiyasida taqdirlandik. Bojxona qo'mitasi tomonidan bizga taqdim etilgan imtiyozlar yordamida biz 2025-yilda bojxona hududida qayta ishlash rejimida 11 million AQSh dollarlik mahsulotni qayta ishlab eksport qilishga muvaffaq bo'ldik va 2026-yilda esa hozirgi vaqtgacha 12 million AQSh dollarida eksport qildik va kelgusida yil oxirigacha bojxona hududida qayta ishlab eksportimizni yanada oshirishga harakat qilmoqchimiz. Ish bor joyda kamchiliklar bo'lishi shubhasiz, faqat ularni o'z vaqtida bartaraf etish orqali ijobiy natijaga erishiladi. So'zga chiqqanlar tomonidan ham bu xususda alohida to'xtalib o'tildi. Ko'plab murojaatlar esa joyida hal etilganligi tadbirkorlar uchun quvonarli hol albatta. Bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan berilgan ochiqlik siyosati iqtisodiyotning barcha tarmoqlari qatori biz davlat idoralariga ham yangi talablarni qo'ymoqda. Mana bugun tadbirkorlar bilan Qashqadaryo viloyatida o'tkazilayotgan ochiq muloqot bu shunchaki uchrashuv emas, balki biznes va davlat o'rtasida o'zaro ko'prik desam mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi ochiq muloqotda 100 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari ishtirok etishmoqda. Shu bilan birga mazkur ochiq muloqotda biznes ombudsman vakili, respublika viloyat miqyosidagi boshqa mutasaddi idoralar, soliq, bank, ruxsatnoma hujjatlarini taqdim etuvchi tashkilot vakillari ham ishtirok etayotganligi tadbirlarimizda mavjud masalalarni joyida keng qamrovli hal etish imkonini bermoqda. Bundan tashqari shu kabi ochiq muloqotlar bizga qonunchilikdagi yangiliklarni tadbirkorlar bilan yuzma-yuz ko'rishgan holda yetkazish, ishlab chiqaruvchilarning tizimli muammolarini joyida tinglash va eng muhimi ularni yechimi bo'yicha tezkor manzilli qarorlar qabul qilish imkonini yaratmoqda. Shu sababli bu kabi ochiq muloqotlar doimiy ravishda davom etadi. Uchrashuv so'ngida yil davomida faol ishlaganlar, eksport qiluvchilar munosib e'tirof etildi.